Siz ham surxondaryoliksiz va turk oshxonasining lazzatli taomlaridan bahramand bo'lishni istaysiz. Turkiyaning eng mashhur Ramiz Koftechi brendi Termizda ochilganidan xabardormisiz? Ushbu restoranda ichimligidan taomgacha, taomdan to xizmat ko'rsatishgacha turk nafasi ufurib turadi. Tashrif buyurganingizda albatta siz ham steyk go'shtidan tayyorlangan salatdan tatib ko'ring. Chunki ushbu salat barchamizga birday ma'qul keldi. Choy ichishni mutlaqo xush ko'rmaydigan qizlarimiz bu yerga kelib turk choyiga oshiq bo'lishdi desam ishonasizmi? Restoranning bizga ma'qul kelgan yana bir jihati shu bo'ldiki, ofitsiant menyuni shunchaki qo'lingizga tutqazib qo'ymaydi. Aksincha taomnoma bilan sizni batafsil tanishtiradi. Turk pidesi men va Solihaning joni dilimiz. Shu sabab buyurtma berish vaqtida ikkimiz bir-birimizga qarab albatta pide yeyishimiz kerak dedik. Diqqat! Siz hozir ko'radigan kadrlaringiz ishtahangizni ochib yuborishi mumkin. Buyurtma qilgan taomlarimizni birin-ketin olib kelishni boshlashdi. Bugun bizning shohona turk dasturxonimizga kotlet kassam, slivochniy sous, ramiz assorti va turli xildagi koftelar tortildi. Faoliyatimiz Instagram bilan bog'liq bo'lganligi uchun sizlarga ham bu ajoyib va mazali muhitni taqdim qilish maqsadida barcha likoplardagi taomlarni ham fotosessiya qilib oldik. Hattoki taomlanish jarayonimizda ham xodimlarning xizmati a'lo darajada bo'ldi. Ayni vaqtda Muniraning kola ichayotganligiga ko'zim tushib qoldi. Chunki bundan 3 kun oldin u kola va gazli ichimliklar ichishni tark qilganini aytgan. Solihaning bonfile kabobga bo'lgan otsiflarini emotsiyalar orqali bilib olishingiz mumkin. Bizning eng nozik va nafis modelimiz Shahzoda o'zi uchun Ramiz kofte burgeridan buyurtma qilgan va uning aytishi bo'yicha burger shu darajada mazaliki, og'zingizda qanday erib ketganligini bilmay qolasiz. Taomlanib bo'lgach, biroz salqinlanish uchun restoran bag'rida joylashgan favvora yoniga chiqdi. Manzara shu darajada sokin va go'zalki, biror desert yoki ichimlik buyurtma qilib shirin suhbat qurib o'tirishga arziydi. Ushbu restoranga hali ham tashrif buyurmagan bo'lsangiz, albatta keling, chunki bu go'zallik va mazali taomlardan har bir surxondaryolik bahramand bo'lishi kerak.